İnsan bu dunyoga kelishi bilan mayli qiz bo'lsin yoki o'g'il bo'lsin, yig'lagan petila tug'iladi. Ba'zilari yaxshi ish qilib o'ssa, ba'zilari g'aljirlashib olamga patmay o'tadi. Ba'zilari dunyodan xabarsiz o'ssa, azob tatgan ba'zilari bu dunyodan ranjib, bu dunyo bevafo deb naqsh qo'shoqlar aytishadi. Gerçi bu kız bir ömür azap içinde ötken bolsa-mu, bu dünyadan qilchimi og'rinmadi. Lekin bu kız 20. asrning oxirgi yillarida yashagan bo'lsa, qo'noq shahida ko'rik yasab o'tib olgan bo'ladimi? Gülcemal, balam Gülcemal. Bu bal etgende nega mi ketgandi o? Gülcemal. Ana, men bir yegi müküp aldım men tepiqine. Gülcemal. Men seni tapamayotman ku balam. Ana, men do'naq to'g'ashning ustida. Qarang. Tusha pastga qizvolimi daraxtga chiqib olamdi. Ana, men sizga to'g'ash yig'itib beray. Tusha balam. Tusha nima egiziyalay chiqib olding? Tusha. Voy xudoyim, bu bolniza. Ma'qul şey. Astroq tush balam, avoyla. Niye gidesin sen bo'g'dek? Avoyla balam, avoyla. Ha, bo'ldi. Qarang, menga yetish bo'g'ini yo'q. Xafa bo'ldingizmi, ana? Yo'q balam, xafa bo'lganim yo'q. Qiz bol degan daraxt chiqish uyoq tursin, kang eriqdan otilsin yomon bo'ladi emasmi? Voy, uni qism yomon bo'ladi, buni qism yomon bo'ladi deydi ekansiz. U to'g'ashlarni men eg'itmasam, sesib ketsa qanday qilamiz? Ya bo'lmasa, yiliqi akamiz bilan beshinglarni qo'shibli qo'yayil desak, unimidingiz nos qilib. Voy, joy nima? Voy shayton.
Ana, qo'ylarning o'ti qolmabdi, men chiqib o't akilay ya. Tezroq qaytib kel. Ma'qul ana. Assalom. Hammalar yaxshi turishiblar. Alaykum assalom. Ota, sen geldi. Yaxşı ata. Hamdi, gel ata. Ata. O, yaxşı ata. Ha, yaxşı. Oysa. Ana, Keldingmi bolam? Oy, qo'lingga nim bo'ldi bolam? eshitdim bo'lmadi. Nim qo'ygansa? Voy xudoyim, bu balnizni. Ana bo'ldi. To'xtab tur bolam. Qo'lingga paxta biz tengib qo'yay. Ey, bu balni. Og'riyotamdi bolam. Yo'q, ana ancha og'rimadi. Paxta bassam yaxshi bo'lib qoldi, ha? Mana. Aka bolam, qo'lingni aka. Oycha. Chida bolam, chida, to'xtab tur bolam. Tengib qo'y, mana chida. Og'irdimi bolam? Ana say kuyib ketdi. Oy. Voy xudoyim. Nega mangding bolam? Qo'ylarga o't sep beray. Ma'qul, berib kel bolam. Bolam, mau oshni Oyshamxonga opirib ber. Saqsiz bo'lib qoldi deyotqandi. Xudoxinim chaqirib, mush uydil tamoq yesin. Ma'qul ana. Voy, Xudoxin qanday mangdi? Mama, tağa qağlı, süzgüç ağlı, yağlı qağlı, ötük ağlımaqdım. Qizlar oladigan narsani sen ep nim qilatdi? To'y qilaman. Voy, Xudoxinka, to'y qilsangmi u narsalarni qizlar oladi emasmi? Qiz bani men olgan ekan, u narsalarni men olaymi deyman. Bo'pti. Xudoxinka, onam sen uyga kirib tamoq yeyasan deydi. Ma'qul. Assalom Ayshamxon cho'ngina, xeyli yaxshi bo'lib qoldimi? Xudoga shukr, bolam. Xeyli yaxshi bo'lib qoldim. Potamxon uyda qoldimi? Xudoxin akamni bizning uyga kirib ketdi. Mavo ashni qizig'ida ichib olslar cho'ngina. Voy rahmat Men bolam. qo'llarga suv beray. Qini.
Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat bolam. Razı Ishqisi bolam. yo'q. Ay, sat bo'ldi. Cho'ng ona, tamoq sovib qolmasin yeyasizlar. Men chiqqach turay. Birashvoz xabar qilala. Ma'qul bolam. Rahmat, onangizga salom da. Ma'qul. Ana, Keldingmi bolam? ha, keldim. Oyshamxon xeyli yaxshi bo'lib qolgandi va. Yaxshi bo'lib qopti. Sana salom aytdi. Ay, Xudoyim shifoliq Ha, bera. İşini içi olgan bolam. Ma'qul ana. Soğup qolmasin. Tezroq ish, a? Guljamal, Oy. Oy, G'uncham bolam kelib qopti. Kela bolam, kela. ahvoling adash. Oy, qadamlaringdan Yaxshi aylanay. otamsa. Yaxshi. Qani, kela. Kelinglar bolalarım, kelinglar. Xudoxon aka, yaxshi otamsa. Fatimxonon qanday ahvollari? Yaxshi bolam, yaxshi. Yuqori o'tgina adash. O'tira bolam. Ayşim axun Zlayxalla yaxshi turayotganda bolam. Yaxshi turyotidi. Cho'ng onam og'rib qopti ekan, ular uni yo'qlab kelaylik deb ketib qolgan. Men uyda o'ltiraverib zerikib ketib, sizlar bilan parang'ishib chiqay deb kirishim. Guljamalning ko'ygim kelib qopti ekan. Yaxshi qipsa bolam, yaxshi qipsa. Cho'ng onangga shifoliq bera. Hashim axun Zlayxalla deb qo'y bolam. Uzun bo'ldi ko'rishmagili. Kep o'tirib ketsin. Ma'qul ona. G'uncham singlim. G'uncham singlim. Men xudo oladigan bo'ldim. Tag'a qolima. O'tik olima. Süzgüç olima. O'smalima. Hammani olima. Muborak bo'lsin Xudoxon aka. To'yini qachon o'ynaymiz? Ish qilib olima. Men xudo olima. Adash, baq ko'rib urikib chiqay. Yegash paranglashaylik, ha? Maylamisa. Vay bu tudoqimize kechki xotin olamanlar deydi. Xudoxon aka, bog'da bir das urik qoldi. Sen ochiqib yuyib kirsang bo'pti ekan. Ma'qul. Tozimi pishibdi bu uriklar. Ola bolam. Ala adash. G'uncham bolam, anglasam sana yuqoq meldin elchilar kepti deydi. Qandoq bo'ldi? Kelishini g'u keldi. Biroq mening faqat to'y qilg'im yo'q. Shu dadam bilan onam unamayotidi. Nimeli degan bilan qiz bola degan taloning odami bolam. Urikni yuyib kiray. Ma'qul Xudoxon aka. Tudoqinka onsa xotin oldi deydi qo'y. Men xudo olima. Tag'a olima. Süzgüç olima. O'sma olima. Süzgüç olima. Hammani olima. Xudo olima. Sog'lomsa. Xotin olgandikan urikni nima qilasan? Aka urikni bizga o'taylik. Ökülü. Urik yemsizlar. Yemiz. Mana. Yangla. Yolla. Yangla. Yangla. Mening qizimmi holimning yaxshi vaqtda to'yni qilib etay desam, texi unimidi. Nimani o'ylaydi ekan tang bu bola. Endi navbat men keldimi ana? Seni yolg'iz tashlab qo'yib to'y qilsam bo'lamdi? Nimadan ansiraysan bolam? Almisaqdan tortib qiz bola yotliq bo'lib kelgan. Buningga hech kimning amali yo'q. O'zgarmas qayda bolam bu? Balkim Guljamalning bir o'yi bordi. Har qancha o'yi bo'lsa-mu, men deyish kerak-da bolam. Bundaq degining bilan holim ancha yaxshi emas. Ko'zimning o'chqida beshini o'ngshib olsam,
Ondan xotirjam bo'laman emasmi bolam? Ana, men bu to'y qilmayman deymadim-ku, to'y qilaman, lekin hozir vaqti emas. Tudaxunka, o'rik qini. Göl boyda ürük joyvasam bir munç uşak ballı kelip toy kılıdkense mübarek bolsun dep peşimde qarap durdu ya ketmeydi ürük yemsizler desem edepte verivettim. Ha, ondan keyinchi Qarasam birdemden keyin u uşak valla bir-birini iştirishib bulab talab ürükning hammini yep boldi. Ularning ichidagi birisi ürükni shundoq obdan yeydikan. Mening keyin balam bo'lib qolsa, oshbaldek ürük yeyalamu deb o'ylab qoldim. Fatimxon cho'ngana, men xudo asam, bolalik bo'lsam, mening balamni oshbaldek ürük yeydigan bo'larmi? yelaydi bolam, yelaydi. Tova, Tudaxunka, әтеген anamdan shuncha tilishib, aran eg'itgan o'rigimni balalarga beritibsan. Endi biz nima yeymiz? Amsi men boqib kirib ürükka chiqay. Bo'ldilar, yana o'zim chiqay. Asta, ma bolam. Bo'ldi, Fatimxon ana, men chiqay. Voy, odosh birdam ultasam bo'lmamdi. Anamlar ansirab qolmasin. Men yana kiraman. Birdam Men ultasam bo'lgan bolam. Ma'qul, Xudoyimga amonat. Xo'sh. Mangay bolam, mangay. Choyga baqsala Patamxon, og'ash o'ttasala. Patamxon, mushkul Jamol to'lim aqlliq, ma'rissiq, pokiz bola oldi. Elchida kilovatdi deb angladim, rostmi? Kelyapti. Biroq bu bolaza faqat unumayotdi. Tova, nemish unumaydigandi? Mushu ko'ngliga pukkan biras bo'miye. Voy tang, Oychamxon. Mang biras bor deb tushirib bir nas demidi. To'yning kelib chiqsila, qiyirgan sen yolg'iz tashlab qo'yib nega boratdim deydi. Ana bo'z Xudoyim ko'ngliga insof berdi Patamxon. Qiyirganda odam kasalchan bo'lib qoldi ekan. O'g'u shu. Uy ishchi etiz eriqning hamma ishni shu bola qiladi desilar. Menmu har vaqt namozimda Xudodan uning baxt tilab turaman. Biroq ko'zimning ochiqida bir beshni o'ngshib olgan bo'lsam, texim xotirjam bo'lardim emasmi? Voy Patamxon, Xudoyim o kunlarni nisib qilib qola. Xudoyim bir kun nisib qiladi. Ay. Asla Patamxon, baqsala. Ocha qo'ylarni haydab chiqay. Ma'qul fikr. Ana nega maqdingiz? Etizliqi berib o'taklay bolam. Voy jinim ana, akiling. Voy, bo'ldi, Siz bolam, etizliqqa bo'ldi. borsangiz bu uyda men nima ish qilaman? Akiling. Ay bolam. Assalom. Hammalar obdan turishiblar. Fatimxonning bu navrisi toz kuyma babal bo'ldi juma. Shu. To'g'ri. Ishlarni olib, joyning ishlarini o'zi yolg'iz qoladi. Hay, qiz bo'lsin, shundoq bo'lsa, ha. Juma. Xudoyim bizning qizlarimizning baxtini berar. Deganlarimiz kerak. Xo'sh bola vaqt degancha otani do'raydi. Otan degan yaxshi emasmi? Nima bo'ldingiz ana? Hajabmi to'lish yig'laydigan bo'lib qoldingiz, xuddi agi tegidigandek. Voy, juvoy nimak? Ha. Onangim shundoq chaqchaqlamsa. Jinim ana, mushundaq chaqchaq qilmasam kulmisiniz. Bo'ldilar, nasht qilaylik. Ma'qul. Choy qaynayli deb qoldi bolam. Sen noshtalikni Ma'qul. tayyorlag'ashdi. Men Oyshamxonni Ma'qul, chaqirib chiqay. ma'qul ana. Ana, patroq chiqasiz a? Ma'qul bolam, ma'qul. Assalom Oyshamxon. Obdan qopibmi? Alaykum assalom. Xudoga shukr. Qinikasizlar. Bo'ldi, o'ltirmay. Nashtini bizning uyda qilamizmikin deb kirishib.
Qini tudaquncha ko'rinmaydi-ku. Voy, atgan qopsam yo'qturdi. Nәләр ketkin tang. Nechki ya xeli yaxshi bo'lib qolganda quvvatdi. Yana umsili turdi. Qandami qilami deysizlar, ansirapli turyapti bu boladan. O'ngshilibmi qala, ko'ngillarini yerim qilmislar. Manslar Guljamal ishimizni saqlab qoldi. Manslar bizni uyga chiqib nashta qilaylik. Manslar. Ma'qul, ma'qul. Bu balığı nimimi bo'lgandi? Shundaysizlar, qandami qilami endi bu bola. Xudoyim shifolik ber. Ba'zi kunlari xeli yaxshi bo'lib qoladi. Qo'yma o'pdan kiriblar cho'ng ana. Bolam, Ha? Tuda xunakangni ko'mgansan a? Ko'mdim-ku ana. Men choy yakalay. Eshik oldiga chiqib bir qarab boqqan bo'lsang bo'pti-ekan bolam. Biz bilan billa nashta qilsin. Ma'qul ana. Men hozirla chiqay. Bo'la. Qani choy isla. Ay, eşqallah. Asla. İsming nima? Ko'zing nimadaq chapak bo'lib ketdi? Ha? Oqshom uxlamdingmi nima? Ha? Bundan keyin diqqat qil. Odamlar seni tutib olsa, yeyavitidi. Mana uying keta. Mana. Nega bordingiz Tudaxunka? Odamni shunchalik ansirtib. Ma o'tullarni tushirib o'tibchi bizning uyga kiring. Ma'qul. Tez bo'ling, ha? Ma'qul. Ana, Atigul Jamal bilan bozorga kirib chiqaylik degan tuhmat qilma. Dadangdan so'ra qizim. Bo'lamdi dada. Bo'ladi qizim. Lekin kech qolmay balduroq yenib chiqasizlar. Guljamal bir narsa ola. Sizmi onangizdan jiqiroq pul olib olasiz, ma'qulmi? Ma'qul. Haras, o'riklarni akirib sotqach chiqaymi? Yo'q bo'ldi. O'rikni seshanba kuni bozorda o'zim sotay, sizlar aram xudo o'ynab chiqinglar. Qizim, Ha? qo'ylar bak mayrab ketdi. Siz chiqib o'tsib bering, ha? O bechoralarning qo'sig'i oshqandi. Ma'qul dada. Adash, nima bola qilib qo'shqamaydi ya? Oy. Qizlarim, nemish uchun bel tatmadinglar? Er kishi qarshi nomahram bo'lganligini bilmamsizlar. Biz endi assalomu alaykum cho'ng dada. Nomahram bo'lganligini bilib turib, o'zlari bizga hajab qarab qatliqo. Bu astag'firullah. Jura menga. Yura. Hajab o'xshabdi.
Qara iqtivetdim. Adashmağa. Ketayim bo'ldi. Birisi qaravatida. Polatis. Ketayim bo'ldi. Voy xudoyim. Qara adash. Daryoning suvi ulg'ayib ketibdi emasmi? Aldirgan yo'lda qoladigan mushida. Endi qanday qilamiz? Adash, qara. Alni ichki balg'izga qarayotamdi nima? Alishkisini. Bizni o'tkazib qo'ysin. Shundagina bo'ldilar. O'zimiz qaraveraylik. Hey, qizlar, o tarafdan o'tkilib bo'lmaydi. O taraf cho'nqur. Voycha! Oy! Ajab chiroqchim meni. Oy! Qara. Xudoyim saqladi. Bo'lmasa bu yoqqa kelinglar. Biz sizlarni o'tkazib qo'yaylik. Su ulg'ayib ketibdi. Bizning haroda o'tib olinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday tinchlikmi? Qanday Alloh qildik. Ya, hech qisi yo'q. Rahmat. Mening ismim Olimjon. Og'inamning ismi Mehmet Tursun aka. Biz 7 dongdi. Mangdoq emas, ha? Mangdoq. Kim o'tiringlar? Adash chiqdi. Diqqat qilinglar. Voycha! Diqqat. Avayla dedim ku. Mening ismim Guljamal, do'stimning ismi Xuncham. Biz Aral yesidan. Olimjon adash, naqsh etib qo'shmag'ida. Nima naqsh etsak bo'la? Tutta çelip oltasam hiyalimga sen geldin. Tutta çelip oltasam hiyalimga sen geldin. Derdin bosa et yarim, mungdaş kelmen geldim. Mungdaş kelmen geldim. Olmuçi anarın derler, lalı reyhanın bulay. Olmuçi anarın derler, lalı reyhanın bulay. İçilimirip düzdüp ketti tarisi. Oy, kepmi qattiq. Alimjon. Ha? Bo'ldi, harbini shada to'xtasanglar biz chiqib qolaylik. Sening uy mushi yadimi? Ha. Adash, avayla. Astaroq tushinglar. Yuringlar, uyga kirib bir piyoladan choy ichib men. Bo'ldi, rahmat. Yo'lni xeyli bog'i texi. Choy ichib keting. Rahmat, keyin yana kelamiz. Rahmat. Alimjon. Ha? Bizgu sizning naqshingizni angladik. Sizning Guljamalning naqsini angladingiz yo'qmi? Albatta anlig'im bor. Biz hozir ketmasak, kechda yana harbiga buğday bosilgan gap. Bu yoqqa qarab mangsak bo'lmaydi. Keyin yana bir kelamiz. To'xtamsa. Avvar qildi. Xo'shamsa. Xudo xamonasiga. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh. Mangayla. Adash, Olimjon degan bal naqsh najab chiroyli aytadigan. Yeliqa bal meni tutib olmagan bo'lsa, suvga tushib ketadimi? Bilsam, bilmasam qasdan. Yotayli bolam, Balam, bundaq desem, menden zerikip qapdı demegin, men qiyirip qaldım. Mening birdan bir o'ylaydiganim to'yingni baldura qilib olsam deyman. Ahvolim ancha yaxshi emas.
tuyuqsiz o'lib ketib qolsam, ko'zim ochiq ketib qolmasin. Shunga bundakin elchilar kirsa, yo'q demagin, ha? Canım ana, siz uzun ömür görürsüz. Xudayım buyursa 100 yaş kırsız. Gepingizni anglayman, lekin hozir vaqt emas. Gap angla undaq dema balam. Seningmi meni baldura xotirjam qilganing yaxshi emasmi balam? Voy can, ana, uyqum kelib ketdi, uxlayman. Uxla, uxla. Assalomu Hashim axin cho'ng dada, cho'ng ana. Tekshirishibla. Va alaykum assalom. Qizim, etiz qilmayapsizda? Ha, etiz qilmadim. Hey. Bechora qiz ota-onasidan kichik qolgan bo'lsa-mu, menamda cho'ng bo'lib, cho'ng onasini hech qanday ish qildirmaydigan bo'ldi. Bola deganning insonni bersa bir bola ekan, insonni bermasa bir bola ekan deslar. To'g'ri deylar. Ansam nurg'un elchilarga unamabdi. Patam hamma yashnab qoldi. Onasining barda to'y qilvasi bo'ladi. Sizlar nimani bilasizlar? Shu qizningmi o'ylag'oldirib bordi qachon? Hey mazlum. Hamma odam sizlar emas. To'y qilib oldirib ketadigan. Rost deylar. To'y qilgan kuni qechib ketsam, kaynimdan qo'g'iladilig'i. Ras. Oxiri qo'noqliqda tutib olganlarni unutib qoldimi? Qildi deb baqsila. Bu esinglarda bordi. Shu qo'noqliqdagi ishlar esinglarda bor ekanda. Shu chaqlarda biz burkutdak bola edik. Shu vaqtda burkutdak etilib kelsam, xudini yo'qotgan toshqandek o'zingni tashlab ketdinglar. Qanday ekanmiz? Meni azroq sonli qisilajimi? Bo'lmas anamnikiga yomonlab ketimi? Maslan edi. Gülcemal singlim. Ha? Patamxon cho'ng onam sizni to'lab kel deganda, shunga chiqdim. Akiling o'tinni men olay. Keldingmi balam? Ha, keldim. Niman tishlab ketding, ha? Men chiqib ketdim. Qo'sqin qandaq balam? Qo'sig'im to'q. Sening qo'sqinchi balam. Qo'sig'img'u toza ashdi ana, lekin qo'noqlarni o't besib ketibdikan, shuning bilan hayal bo'lib qoldim. Balam, Ha? nashtilig'ini qilib bo'lib, g'onchamni uyga berib ko'rishib Ma'qul baqqan. ana. Tugmanga baramdikin. Uyda bug'doy uni qammabdi. Qo'noq unim azroq qapti. Tugmanga borsa, bilib berib kelinglar. Bo'la, cheyni ichib olgin, bo'la. Ma'qul. Qara adash, tunigin Mattursunaxon izlab kelibdi. Biz daryo bo'yiga berib o'g'irliqchi ko'rishib keldik. U qo'limni tutqandi, yuraklarim titrab ketdi. Undaq emas-ku. Anchik qo'lingni tutib qo'yg'ini titrab ketdingmi? Kim biladi, ishqinglar daryo bo'yida nima ishlarni qildinglar? Aka qo'lingni. Aka. Adash, ha? Tunigin Mattursunaxon o'zi yolg'iz ketdimi? Ha, o'zi yolg'iz ketdi. Aslida olimjon bilan kelmoqchi ekan, lekin ish chiqib qolib kelinmadi. Adash, navoda olimjon kelib men tovlab qolsa, chiqsam bo'ladimi? Chiqavermasa. Hey, Mattursunaxon bilan xil chiqishib qoldinglarmi? Yo'q, gap qilma. Hey, men sen bundaq bir ish qilishni demoqchi. Biri Mattursunaxonga ko'ngling tushib qolgan bo'lsa, sana vaqtida elchi kirgizsin. Endi uni yondirmag'in. Yana bir ish. Olimjon meni izlab kelib qolsa ko'rishsak bo'ladi. Biroq to'y to'g'risida gap ochmasin.
Mening hozir to'y qilmaydiganligimni senmi obdan bilasan, adaş. Buning uchun sana ko'p rahmat aytaman, texi. Ma'qul, adaş. Xoncham, oldi bilan sening to'yingni o'ynaymiz. Aytgan gapni deb qara sening gapingni. To'xta, qochma. To'xta, qochma. Voy, nim bo'lding bolam? Hasrab ketibsan qo'y. Ish qo'g'ilmaganda, ha? Yo'qay ana, shigirab keldim. Kela, birdam o'tir ol, bo'la. Voy bolam, sening yo'l yursangmi yuguraydigan ishingz faqat tugmaydigan o'xshaydi. Nim bo'lding? Nima yugurab ketding? Haras bolam. Sen berib Oyshamxon anang deb qo'y. Tayyorlik qilsin. O'gitlarni tayyorlab qo'ydim. At qachon maqsana bo'ladi. Ma'qul. Bolam, nim bo'lding bolam? Qor besib qoldi ana. Qo'rqma bolam, qo'rqma. Qo'rqma. Xotirjam uxlayman, beshing pichoq qo'yib qo'yay, ya. Voy bolam, nim bo'lgansan? Beshing ko'tira. Xotirjam yot bolam, ha? Qo'rqma bolam. Yaxshi qopibsanmi bolam? Xeyli yaxshi. Qani choy ich. Bolam, kechadan beri yaxshi uxlayolmading. Bugun tugmanga bormasanglar bo'larmiki? Yo'q ana, unda qilsam qanday bo'ladi? Hammamiz tayyorliklarni qilib bo'lishdi. Beray. Bolam, kechada qanday tush ko'ribsa, faqat yaxshi uxlayolmading-ku. Menga bir dabbagina. Kecha. Shundoq tush ko'ribdiman. Yaxshi tush ko'ribsan bolam. Mang'icha bir nonni ortiq elib olib, yo'lda tilamchini ko'rsang, beshingdan o'ribli berib ver. Ma'qulmi bolam, ha? Ma'qul ana. Men berib qarab baqay adash, ha? Ma'qul. Qandaq Guljamallar bormiki? Ko'rishdingmi? Yo'qay, ular tugman ketgan o'xshaydi. So'rab boqmadingmi? Ular qaysi tugman ketgandi? Ha? Buni so'rmabdiman. Bo'ldilar, mangayli. O'tganda Xoncham bilan ko'rishganda tugmaga bordan gapni deyishmaganman. U to'g'riliq gap qilmagan. Yura bo'ldi, mangayli. Chiq. Assalomu alaykum amca adash. Va alaykum assalom. Bu yoqqa kelib qopsan-ku. Bugun Aral yezdi Mashraf aka berib qilaylikmi? Nima? O'zingni besololmayaptamsa? Ular tugmandan kelibdimi? Qancha bo'lsa-mu kelgandi-ku. Guljumalni ko'rgim keldimi yo'q? Meningga ko'rgim keldi. Men senga o'xshab gap qilolmasam. Hey, sen Guljumalni yordamsan yo'q? Uningga yordimi? Menga hamsa.
oldum Tütkendin Leyli Gulay Tütkendin oldum Tütkendin Leyli Gulay Seyyarım kalmı besem Yarım kal Desti Gulay Seyyarım kalmı besem Yarım kal Desti Gulay Desti Gulay yargı besem Bilmedim gülün kadini hey Dostlar gülün kadini hey Dostlar Kimki verir kimki eytay ya şuna tanıyın Dedini yay Kimki verir kimki eytay ya şuna tanıyın Dedini yay Anırım kuşlar gudağını Yakulini bağlısam ben Anırım kuşlar gudağını Yakulini bağlısam ben Nakçıgırda çok ölüp kara Küzünü adamsam ben Nakçıgırda çok ölüp kara Küzünü adamsam ben Desti gülü yargı besem Gülmedim gülün kadini hey dosta Gülün kadini hey dosta Kimki börü kimki eytay ya şuna danmayın Dedini yay Kimki börü kimki eytay ya şuna danmayın Dedini yay Gülcama, bundan keyin ig'ir ishlar bo'lsa, menga dang, o'zingiz qilib yurmang. Qaysi ishlarni deysiz? O'tin yardigan, tugmanga bordigan, ya'ni sut o'chadigan ishlarni-chi? Alimjon, yaxshi ko'nglingizga rahmat. Siz ya mening akam bo'lmasangiz, yoki tuqqanim bo'lmasangiz, sizga nima deb bu ishlarni qilg'izgudakman? Amalga oshmaydigan ishlarga mening sizni avar qilg'im yo'q. Nimandaq joyilsiz? Joyillig'im emas, rost deyapman. Keling biroz o'tiraylik. Alimjon, yo'shirg'im yo'q. Sizni yaxshi ko'raman. Lekin meni saqlasangiz, bekli uzun saqlab ketasiz. Mening bu dunyoda birla cho'ng onam bor. U meni beqib cho'ng qildi. Ota-onam o'lib ketib, cho'ng onamning qo'liga qoldim. U meni deb hammishga qurbonlik berdi. Endi uni tashlab men yotliq bo'lib olsam, Undaq bo'lsa uyga olib ketsakli bo'lmadimi? ay Alimjon, siz bek oson chaqlaydi ekansiz. Qushqashmi o'z kamerini qadrlaydi. O'z uyimning xo'shliqi, put qo'limning bo'shliqi deganini tushunmamsiz? Uncham. Undaq bo'lsa bu ishni qanday qilsak bo'lar? Agar men to'y qilib ketib qolsam, Guljamol yolg'iz qoladi. Men uningga chidamayman. Chunki biz kichigimizdan tatib billa o'ynab cho'ng bo'lgan. Shunga kishilar bizni bir juftlar deydi emasmi? Agar siz to'g'ri ko'rsangiz, men Guljamol bilan bu ishni to'g'ri ko'rishib boqay. Ay, Uncham. Men sizga demayla uydagilarga choy kirishni deb qo'ydim-a. Buni Nima? Siz sarong bo'lib qoldingizmi? Men buni Nemishqa menga maslahat selib birish qilmaysiz. Agar buni Guljamol anglasa nima deydi? Siz berib uningga tang tushundiring. Bo'lmasa men bilan to'y qilma deb ham xayol qilmang. Uncham. Saqlash bu mumkin bo'lmasmikin? Meni saqlasangiz uzun saqlab ketasiz. Sizga uvol qilib qo'yaman. Biz eng yaxshisi yaxshi aksingiz bo'lib o'taylik. Gülcama, siz o'zingizni aldayapsiz. Sizning cho'ng onangiz to'g'risida deganlaringizning hammasi rost. Men sizning balliq burchingizni ado qilishingizga to'sqinlik qilmoqchi emasman. Lekin siz menga uvol qilyapsiz. Hatto menga saqlashga fursatmi bermisingiz? Bu menga uvol qilgan bo'lmay nima? Voy, chiqinglarga nima bo'ldi? Xo'p ko'rinsizlar-ku. Buncha? Sana nima bo'ldi? Men uydagilarning choy kirdiganligini degandim. Shu ishni desam, xapib ketdi-ku. Xapib ketgidek ish emaskan-ku bu. Buncha nima bo'ldi? Sizmi ko'nglingizga olmang. Xunchamning nemishga xafa bo'lganligini men obdan bilaman. Sizlarni ansirmanglar. Uning bilan ayrim so'zlashay. Kesh bo'lay deb qoldi. Sizlarni qaytinglar. Bizmi ketaylik. Keyingi qaytim kelganda baldiroq xabar qilib qo'yasizlar. Mamat Tursunaxon, sizmi ko'p ansirab ketmang. Cho'qim xush xabar anglaysiz. Men kepil bo'laman. Qandaq? Xo'sh, Xudoga omonat. Xo'sh. Adash, Mamat Tursunaxonga nemishga xafa bo'lganingni obdan bilaman. Sana rahmat aytsam bo'ladi. Lekin
Yaşın 18'den eşip qaldı. Yani meni deb xalq olam oldida siz cho'chak qilmag'in. Bo'ldi, to'y qilib olg'in. Men yana yo'qlab turaman. Sen undaq deganing bilan men sening yolg'iz qolishingga faqat chidab turolmaydi ekanman. Men to'y qilgan taqdirdimi qandoq bo'larkin tang? Biz ikkimiz bakli ko'nib qopdik emasmi? O'g'ras. Lekin kim biladi, to'y qilib meni unutib qolamsan, dehi. Sen meni ashundoq odam ko'rib qoldingmi, hop bo'lib qoldingmi, chaqchaq qilib qo'yding. Cho'ng ana, tugmancha Aysraxun dadam sizga bak ko'yindi. Har qaytim borsam, dehi go'shi o'rab berdi. Burun tanishamdinglar. Oş balam, o işlan so'rab nima qilatding? Uyquni uxlig'ini balam. Oy shayton. Cho'ng ana, bo'lmasa Aysraxun cho'ng dadamni mushegil akvolandiqga. Sen hadisil meni o'ylamay balam. O'zining ishini bir o'ylig'ini. Yeshingmi 18ni eshib qoldi. Agi tegaymi demisang, kelgan elchilarning hammani qaytarib etding. Seningcha ish qiyr qiz bo'lib o'tasang yaxshi bo'lamdi-ki sana. Ha? Endi kelgan elchilarni qaytarib etib baqaqini. Ha? Voy shayton. Jinim cho'ng ana g'idiqlama. Bechar balam. Meni deb hilimi nurg'un jafolan tatvatsan balam. Xudoy baxtingni ber.